Spark 4-paysi. Spark ich quvozlari boshqa mashina bilan solishtirmaylik. Bundan yumshoq mashina yo'q. Birinchi o'rinda turadi. Bundan keyin Cobalt turadi yumshoqligi bo'yicha. 100 ming yuradimi, 200 ming yuradimi bu mashina podvodit qilmaydi. Xalqimiz yaxshi ko'radi. Ayollik, opa-singillik olib bersanglar bo'ladi. Balonlar yaxshi. Bunda metan gaz bormi? Propan gaz bor ekan. Kraskalar top-toza ekan. Bir sidira ko'rib chiqdim. Tekshirib qo'yapman. Yana o'zinglar uchun kelish, yana tekshirib olsanglar bo'ladi. Narxini ham yomon qo'ymayapman. Narxi yomon. 22-yil. Kraska mana absolutno top-toza ekan. Xo'p, yurgan prebegimizni qancha yurgan? Yurgani qancha edi? 94 ming yurgan. Xo'p, salonlari ham zo'r, kam yurgan mashinaga o'xshaydi. Mashina tetik lekin. Propan gazi bilan maza qilib yurasizlar. Konditsioner, hamma narsalar, motor, korobka, hadovoylari zo'r. Hech qanaqa xarajati yo'q, inshaalloh olasizlar, minasizlar. Spark ketganimda uyaltirib qo'ymaydi. Narxi 7900. Osinglar. Propan gazlari bilan zo'r ekanligi 7900 ga.